Dunyo Tramp tariflarini muhokama qilarkan, o'zbekistonliklarning o'z dardi bor. Svetgazga yangi tarif e'lon qilindi. 870-yili Samarqand. Samarqandda yana buz-buz. Bu safar Imom Moturidiy ziyoratgohini kengaytirish loyihasi 200 dan ortiq xonadonning tinchini buzmoqda. We're doing amazing job. Welcome to Uzbekistan. Katta qizning katta piari Saida Mirziyoyeva haqida hujjatli film paydo bo'ldi. Rus armiyasining xitoylik askarlari Ukrainada Rossiya safida jang qilayotgan 2 xitoylik askar qo'lga olindi. Ozod News dasturi bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. So'nggi haftalar ichida O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar gaz va elektr narxining bir oshishi, bir oshmasligi haqidagi rasmiy xabarlar bilan qaynadi. Kuni kecha aytilgan eng so'nggi xabar esa hammasidan oshib tushdi. Endi gaz svet narxi har yili 10% dan kamroqqa, ammo muttasil oshib boradi. Bunga qadar 2026-yildan keyin kamida 3 yil davomida narxga tegilmaydi degan reja ma'lum qilingan edi. Qay asosda va nega o'zgarmoqda? Mutaxassislar bu borada o'zlarining xavotirli prognozlarini bermoqda. Energetika vazirligiga ko'ra 201 kWh-dan 500 kWh-gacha hajmdagi elektr iste'moli uchun alohida tariflar joriy etilmoqda. Hukumat 31-martda qarordan ko'chirma e'lon qildi. Unda 1-maydan belgilangan tariflar quyidagicha: 201 dan 500 kWh-gacha elektr energiyasi iste'moli uchun maishiy iste'molchilarga 800 so'm, avval 1000 so'm edi. Ko'p qavatli uy va elektr plitali yotoqxonadagi iste'molchilarga 400 so'm, avval 500 so'm edi. Bundan tashqari qarorga binoan 2026-yildan boshlab har yili 1-mayda elektr energiyasi va gaz tariflari 10% gacha bo'lgan miqdorda oshib borishi belgilandi. Bu qaror mamlakat jamoatchiligi orasida turlicha munosabatga sabab bo'lmoqda. Bir qarashda go'yoki ijtimoiy normaning pasaytirilishi ortidan yuzaga keladigan qariyb 2 barobar qimmat narx biroz tushirilgan yoki yengillik berilgandek ko'rilsa-da, aslida umumiyatla svet gaz narxi oshirilayotgani anglashiladi. Vaholanki hukumatning 2024-yil 15-iyundagi qarorida elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun belgilangan yangi tariflar 2026-yildan boshlab kamida 3 yil amal qilishi va bu muddat ichida narxlar oshirilmasligi aytilgan edi. Hukumatning aholi uchun gaz svet narxini oshirish harakati o'tgan yil boshlangan va birinchi bor 2024-yil mayda aholi uchun ijtimoiy norma joriy etilgandi. Unga ko'ra 2024-yilda belgilangan aholi uchun ijtimoiy norma shunday: elektr energiyasiga oyiga 200 kWh-gacha, gaz uchun martdan oktyabrgacha 100 kub metrgacha, noyabrdan fevralgacha, ya'ni isitish mavsumida 500 kub metrgacha belgilangan. Iste'mol hajmi oshganda, ya'ni ijtimoiy normadan ko'payib ketganda tarif bir necha barobar oshadigan sistema joriy etilgan. Yangi narxlar shu yil 1-apreldan joriy etilishi kerak edi, ammo prezident hukumatga gaz va elektr energiyasi tariflari oshirilishini bir oyga kechiktirish bo'yicha topshiriq bergani xabar qilindi va bu sana 1-mayga ko'chirildi. Shu tariqa svet gaz uchun hozirgi va 1-maydan belgilangan yakuniy tariflar mana shunday. Hozir 200 kWh-gacha 450 so'm, 1-maydan 600 so'm. 201 dan 500 kWh-gacha hozir 900 so'm, 1-maydan 800 so'm. 501 dan 1000 kWh-gacha hozir 900 so'm, 1-maydan 1000 so'm. 1001 dan 5000 kWh-gacha hozir 1350 so'm, 1-maydan 1500 so'm. 5001 dan 10000 kWh-gacha hozir 1575 so'm, 1-maydan 1750 so'm. 10000 kWh-dan ortig'i hozirda 1800 so'm, 1-maydan 2000 so'm bo'ladi. O'tgan oyda hukumat energetik resurslar uchun narxni oshirish qarorini Prezident Mirziyoyevning aholi va biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadi bilan izohlagan edi, ammo hech kim bunday quvvatlov yangi oshirilgan tariflardan so'ng 3 yil gaz svet narxiga tegmaslik haqidagi avvalgi qaror bekor bo'lishini kutmagan edi. Ya'ni oxir oqibatda hukumat nafaqat energetik resurslar uchun narxni oshirmoqda, balki inflyatsiya vaji bilan narxni muttasil ravishda har yili 10% ga oshirib borishni ko'zlamoqda. Ayni paytda iqtisodchilarning muttasil tanqidlariga qaramay, hukumat gaz va elektr energiyasi narxini subsidiyalashni ham 2028-yilgacha saqlab qolmoqchi. Ya'ni 2025-yilning o'zida davlat byudjetidan gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti uchun subsidiyalar ko'rinishida 12 trillion so'mdan oshiqroq mablag' ajratish reja qilingan. Oshirilgan tarifni to'lash uchun qaysi bir har qanday oilani ham shunga yarasha daromadi kerak bo'ladi. Endi haqiqatan ham mana ijtimoiy tarmoqlarda ham mana siz ham qo'yayotgan savolingiz, nima uchun tariflar oshirilsa ham
byudjetdan haliyam demak subsidiyalar bor. Birinchidan haligacha bizni tariflarimiz demak xarajatlarni to'liq qoplaydigan darajaga chiqqani yo'q. Buni birinchi sababi. Ikkinchidan demak bu biz gazni ma'lum bir qismini demak import qilayotganimiz. Shuning uchun tariflarni endi to'liq o'zini o'zi qoplaydigan darajaga o'tkazmasdan boshqa ilojimiz yo'q. Shu nuqtai nazardan o'tgan shu joriy yilda demak tariflar oshgan bo'lsa, o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorida kelgusi yil 1-apreldan ham bu tariflarni yana bir karra oshirish demak takliflari ma'qullangan. Iqtisodchilarning xavotiriga ko'ra, O'zbekiston hukumatining energiya resurslariga yangi tariflar borasida qo'llayotgan amaliyoti oxir-oqibat yana tannarxning sun'iy ravishda oshirilishi, ya'ni shishirilishiga olib keladi. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov fikricha, energetika sohasida e'lon qilingan islohotlar hozirgacha ko'zlangan birorta maqsadga erishgani yo'q. Reforma buzuq subsidiyalashni to'xtatishi kerak edi. Lekin subsidiyalash to'xtagani yo'q. Byudjetdan oligarxlar cho'ntagiga oqayotgan trillionlab subsidiya to'xtatilib, ta'lim, meditsina va pensiya uchun qayta taqsimlangani yo'q. Bechora o'qituvchi va pensioner svet va gaz uchun endi ham cho'ntagidan, ham solig'idan to'lamoqda. Reforma energetikaning barcha zanjirlarida shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashi kerak edi. Lekin biz haligacha bilmaymiz, gaz va svet qanchadan sotib olinyapti, qanchadan import qilinyapti, qanchadan eksport qilinyapti. Sof tannarx qanchaga shishirilgan, bu ketishda yana qanchaga shishiriladi. Reforma energetika bozori faqat rejalarda emas, amalda imkonli ekanini amalda ko'rsatishi, oxiri ko'rinmayotgan energo krizisga barham berilishiga ishonch yaratishi kerak edi. Lekin amalda biz bozorga teskari tomonga qarab yurdik va yurmoqdamiz. Endi sizlarga, so'zlarga, va'dalarga hech kim ishonmaydi. Farqi yo'q. Tarixda shunday qolasizlar. Qilgan ishlaringiz uchun rahmat aytsa, o'zbek energetikasini talab parokanda qilgan va qilayotgan oligarxlar aytadi. Chunki ular maqsadiga erishdi. Samarqanddagi Imom Moturidiy majmuasini kengaytirish ishlari 220 ga yaqin xonadonning buzilishi bilan boshlandi. Rasmiy idoralar bu prezident farmoyishiga asosan amalga oshirilayotganini ta'kidlasa, faollar mulkdorlarning manfaatlari qay darajada himoya qilinmoqda degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Kompensatsiya shartlari, rozilik jarayoni va shunday keng ko'lamli loyihalarda jamoatchilik ishtirokining yo'qligi masalasi ham bor. Mavzuni Sanjar Eraliyev davom ettiradi. 870-yili Samarqandda tug'ilgan Imom Moturidiy. O'zbekiston hukumatı Samarqand shahrining Chokardiza qabristonida joylashgan Imom Moturidiy yodgorlik majmuasini kengaytirmoqchi. Madaniy meros agentligi xabar qilishicha, majmua atrofidagi ulamolar qabrlari tartibga solinadi, hudud obodonlashtiriladi, xizmat ko'rsatish infratuzilmasi yaratiladi. Xullas, yirik ziyorat markazi tashkil etiladi. Ammo buning bari 217 xonadonni buzish evaziga ishga oshadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu uylar milliy ro'yxatdagi madaniy meros obyektlari emas. Turar joylari buziladigan fuqarolar hozircha jim. Bu ham bir zo'ravonlik ta'siridandir. Odamlar masalan, keling mana o'sha yerga, допустим, mana uyim bo'lsa, mana bolaligim o'tgan bo'lsa, bobomni bobolari shu yerda haligi yashagan bo'lsa, buni o'zi men uchun bir tarixiy qolgan yodgorlik bo'ladi. Men uchun. Lekin davlat meni ham допустим, shuni uyimni hurmat qilish kerak, meni tariximni, meni o'zim uyimni turish kerak. Keyinchalik bergan bo'lgan taqdirda ham meni yoshligim o'tgan bo'lsa, uni har qanday kompensatsiya bilan bu meni ko'nglimni ololmaydi. Joriy yilda ilohiyot olimi, faqih Imom Moturudiyning 1250 yilligini nishonlash ham ko'zda tutilgan. 2021-yil 19-iyundagi prezident qarorida tarixiy madaniy hududlarda qurilish ishlari faqat Madaniy meros agentligi bilan kelishilgan holda Umumjahon merosi markazi UNESCO bilan muvofiqlashtirilib amalga oshirilishi belgilangan. Shu yil 6-mart kuni Madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashining yig'ilishida loyiha muhokama qilingan va ma'qullangan. Bayonotda UNESCO markazini xabardor qilish va loyihalarni belgilangan tartibda kelishish zarurligi qayd etilgan. Men o'ylayman, dushmanlik deb, sog'lom aqlga sig'maydi bu narsa. Men ham iltimos qilardim. Obida deb 200 ta insonlarni
haligi uyni xonavayron qilmaslik kerak edi. Umuman biz bilmadim nima uchun biz tarixiy obida deb odamlarni xonavayron qilyapmiz. Shu boshdan ham masalan 30 yil burun olib bir shaharsozlik arxitekturasini avval chizing, xalqqa bir bering, hamma ko'rsin, fikrlarini aytsin. Undan keyin bir ishni boshlash kerak edi. Hammasi qanaqadir kabinetlarda yechiladi, bichiladi, sud ham qaror chiqartirib beradi. Bunday bo'lmaydi oxir. Qancha tadbirkorlarning mulki buzildi masalan. Iltimoslar qilamiz, hech kim eshitmaydi. Bu zo'ravonlikni bilmadim, cheki bo'lsa kerak. O'zbekiston qonunchiligida mulk daxlsizligi ta'minlangan va hech kim sudning qarori va qonuniy asoslarsiz o'z uy joyidan mahrum qilinmasligi lozim. Xonadoni buzilishidan oldin mulkdorlarga kompensatsiya to'lanishi kerak. Samarqandda turar joyi buziladigan shaxslarga kompensatsiya va'da qilingan. Ozodlik hozircha to'lanadigan pul miqdori, ularga uy qurish uchun beriladigan yer va yangi majmuaning qancha joyni egallashi haqida rasmiy raqamlarni aniqlashga harakat qilyapti. Yo'lga qo'yilgani yaxshi samara berdi. Vazirlar Mahkamasining 781-sonli qaroriga muvofiq jamoat ehtiyoji uchun yer olib qo'yilayotganda bozor qiymatida kompensatsiya to'lanadi. Ammo O'zbekistonda bozor qiymati davlat tomonidan aniqlanib, mulkdorning xohishi ko'p hollarda inobatga olinmaydi. Asosiy muammo mana shu mulk egalarini, mulkdorlarni o'sha xususiy baholovchi tashkilotlar orqali baholatgan summani o'sha hokimiyatlar tomonidan tan olinmasligi bilan bog'liq. Ya'ni hokimiyatlar ko'pincha mana shu xususiy baholovchilarni baholagan summasini oshirilgan, ko'p baholab yuborgan degan ma'noda e'tiroz qilib, uni tan olmaydi va to'g'ridan to'g'ri Adliya vazirligi huzuridagi Xadija Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markaziga baholatishga harakat qiladi. Va afsuski amaliyotda shunaqa ko'p holatlarda bu sud ekspertiza markazi pastroq narxga baholab beradi. Qo'pol aytganda o'sha hukumat qaroriga asosan ko'pincha yoki o'sha davlat dasturlarini amalga oshirishga doir bo'lgan ishlar ketishida kimni uy joyi buzilishga tushadigan bo'lsa, ular demak hukumatga bo'ysunadigan vazirlik huzuridagi shu markazdan baholatyapti va albatta bu yerda katta ehtimol bilan past baholab beradi. Endi asosan mablag' byudjetdan ketgani sababli va fuqarolarga to'ladi. Fuqarolar mana shundan norozi ko'p holatlarda. Qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak, baholash faoliyati bilan baholovchi o'sha xususiy tadbirkorlik subyektlari shug'ullanishi kerak. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan mahalliy jurnalistning aytishicha, agar mulk qiymati xususiy kompaniyalar tomonidan aniqlansa, kompensatsiya berish jarayoni korrupsiyaga aylanishi ehtimol. Masalan, xususiy kompaniya bir uyning narxini bozor qiymatida $50,000 deb baholadi deylik. Lekin narx tegishli idoralarga taqdim etilayotganda, albatta amaldordan biri mulk egasiga yoki xususiy kompaniyaga noqonuniy yo'lni taklif etadi. Ya'ni keling, uy narxini 100,000 deb hujjatlashtiramiz. Davlatdan beriladigan puldan bir qismini menga ham berasiz deyishi mumkin. Mana shunday ishlar bo'lmasligi uchun ham uylarni davlatga qarashli idora baholaydi. Ayni damda O'zbekistonda shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Prezident saytida chop etilgan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha shaharsozlik renovatsiyasi borasida huquqiy asoslarni belgilovchi yagona hujjat bo'lgan emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-aprel kuni takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mulkdorlarga yangi uy yoki kompensatsiyalar taklif qilinadi. Barcha mulkdorlar bilan kelishuvlar yakkama-yakka notarial tartibda tasdiqlanadi. Loyihalar uchun har bir hududda renovatsiya jamg'armalari tashkil etiladi deb yozilgan rasmiy ma'lumotda. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 4 yilda madaniy meros obyektlarini ta'mirlashga byudjetdan 385 milliard so'm berilganini, shunga qaramasdan hozirda yana 485 ta obyekt ta'mirtalab ahvolda ekanini ma'lum qildi. U Telegramda prezidentga iqtibos keltirib, faqat byudjetga qarab qolmasdan bu ishlarga xususiy sektorni keng jalb qilsa bo'ladi-ku deb yozdi. Ijaraga berish mumkin bo'lgan 2000 ta madaniy meros obyektidan atigi 325 tasi tadbirkorlarga berilgani tanqid qilindi. Mutasaddilarga shu yilning o'zida 400 ta obyektni tadbirkorlarga ijaraga berish topshirildi.
respublikaning barcha tarixiy obidalariga kirish imkonini beradigan yagona turistik karta joriy qilinishi belgilandi. Bu yil madaniy meros obyektlari restavratsiyasiga kamida 4 million dollar grant jalb qilinadi. Markaziy stadion buzilyapti. O'zbekistonda davlat va jamoat ehtiyojlari uchun mulkdorlarning uy-joylari va yer uchastkalari olib qo'yilishi masalasi so'nggi yillarda dolzarb mavzuga aylangan. Bir yil avval Buxoroning tarixiy qismiga tutash hududda Boqiy Buxoro sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishi sabab o'nlab tarixiy binolarning buzib tashlanayotgani O'zbek ijtimoiy tarmoqlarini junbushga keltirgandi. Keyinchalik mablag' muammosi bilan loyiha amalga oshmay qolgani aytilgan. Tarixiy obida deb biz nima qildik Buxoroni? Buxoroni to'raytirib tashladik. O'sha amir o'tgan yo'llar yoki boshqa yo'llar hammasi buzildi. Darvozani miniatyura qilib qo'ydik, darvozani. Yo'laklarni olib tashladik. Uni o'rniga biz yangicha nima qildik? Bu eski majmuaga hech bir haligi to'g'ri kelmaydi. Shularni hammasini olib chetdan Buxoroni xalqini tinch qo'ysin edi. Yoki o'sha tarixiy obidani joylarini tinch qo'yish kerak edi. Xullas, buzishlar va kompensatsiya masalasi O'zbekistonda katta muammolardan biri. Ozodlik keyinchalik bu mavzuga yana qaytadi. Ayni paytda prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyevaning so'nggi paytlarda kuzatilayotgan faolligiga qaralsa, buz-buzlar uning otasi e'lon qilgan yangi O'zbekiston imijiga soya solayotgani yo'q. Aksincha, ota-bola Parij, Samarqand, Nukus kabi keng jug'rofiyani ichiga olgan haftalik safar bilan band, hamda bu safarlarning barchasida qizi Saida Mirziyoyeva otasi Shavkat Mirziyoyev bilan o'ng planda qolmoqda. So'nggi bir hafta ichida Saida Mirziyoyeva Parij, Samarqand, Nukusdagi yirik anjumanlarda ishtirok etdi. Davlat rahbarlari va boshqa yuqori martabali mehmonlarga peshvoz chiqdi, nutqlar so'zladi. Uning o'zi Kunduz nashrida e'lon qilingan va Saida Mirziyoyeva bilan 6 kun deb sarlavhalangan 4 daqiqadan ko'proq hujjatli filmda ta'kidlashicha, bu kuchni u otasi Shavkat Mirziyoyevdan olmoqda. Ammo 4 daqiqalik hujjatli filmning qahramoni otasi emas, ko'proq uning o'zi. We're doing amazing job. Welcome to Uzbekistan. Thank you. Ovozi prezident otasining ovozini ham bosib tushgan qiz Saida Mirziyoyeva Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyenga juda ajoyib ishlarni qilyapmiz demoqda. Bu lavhalar o'tgan hafta Samarqandda o'tgan Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoning ilk sammiti paytida olingan. Saida Mirziyoyeva garchi rasman prezidentning yordamchisi bo'lsa-da, amalda yana otasi bilan yonma-yon yurdi. Sammitga borgan barcha oliy martabali mehmonlar bilan shaxsan ko'rishdi. Samarqandga borgan xorijlik oliy martabali rasmiylar Markaziy Osiyodagi boshqa davlat prezidentlari yordamchisi yoki ma'muriyati rahbari bilan qo'l siqishib ko'rishgani kuzatilmadi. Garchi bu davlatlarda ham prezident qizlari u yoki bu shaklda davlat boshqaruviga daxldor bo'lsa-da, O'zbekiston rahbarining qizidek PR qilingani ko'rinmaydi. Ammo Saida Mirziyoyevaning faoliyati, uning so'zlariga ishonilsa, prezident otasini orqasidan qo'llab yurish niyati ustiga qurilgan. Odamlarga shu yordam berib, motivatsiya berib, prezidentimiz orqalarida dalda bo'lib yurish. Bu eng ulug' baxt shu. Tanqidchilarga ko'ra, O'zbekistonning avtoritar rahbari Shavkat Mirziyoyev o'zining 40 yoshli qizi Saida Mirziyoyevani ehtimoliy merosxo'r qilib tayinlab, 10 yillar davomida oila hukmronligini saqlab qolishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin. Siyosatda tajribasi oz bo'lishiga qaramay, Saida tez orada ko'tarildi. 2023-yilda u prezidentning birinchi yordamchisi, prezident ma'muriyatida davlat rahbaridan keyin ikkinchi muhim lavozimga tayinlandi. Ya'ni mamlakat siyosiy sahnasida mutlaqo noma'lum va o'rni bo'lmagan shaxs to'satdan paydo bo'ldi hamda O'zbekistonda ikkinchi muhim shaxsga aylandi. U otasi Shavkat Mirziyoyevning ehtimoliy vorisi sifatida ko'rilayotgan bo'lsa-da, ekspertlar bu oilada prezidentlikka boshqa da'vogarlar ham bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, o'zining hokimiyatdagi umrini yana 14 yilga uzaytirib olgan. Mutaxassislar fikricha, Mirziyoyevaning obro'-e'tibori ortib borayotgani O'zbekiston prezidenti nafaqat mamlakatni boshqarishda o'z oilasiga tayanayotgani, balki o'z avlodlarini oliy lavozimga tayyorlayotganini ham anglatadi. Prezidentlikni oilada saqlab qolish ekspertlarga ko'ra Mirziyoyev klani a'zolarining xavfsizligini ta'minlashi mumkin. Ularning aksariyati u 2016-yilda lavozimga kelgandan beri katta boylik orttirgan. O'zbekistonda demokratiya yo'q ekan, prezidentning vakolati cheksizligicha qolmoqda. Ozod News dasturini tomosha qilyapsiz. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Rossiya Ukrainaning Sumy va Xarkov viloyatlariga
keng qamrovli hujum boshladi deb bayonot berdi. Prezident Vladimir Zelenskiy 8-aprel kuni Ukraina kuchlari Rossiya tomonida jang qilayotgan 2 xitoylik askarni qo'lga olganini ma'lum qildi. Xitoy Trampning 104% bojlarni takabburlik va masxara deb qoraladi va 84% javob tariflarini joriy etdi. Ukraina urushining 1141-kuniga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Umid Bobomatov. Rossiya Ukrainaning Sumi va Xarkov viloyatlariga keng qamrovli hujum boshladi. Bu haqda LB Ukraina nashriga bergan intervyusida Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy avvalroq Rossiya bu ikki viloyat orqali ulkan hujum operatsiyasiga hozirlanayotganidan ogohlantirgan edi. Sirskiyning so'zlariga ko'ra, so'nggi kunlarda rus qo'shinlarining asosiy yo'nalishlarda hujum harakatlari soni qariyb 2 barobar ko'paygan. Ukrainada jang qilayotgan Rossiya kuchlari soni doimiy ravishda oshib bormoqda. Sirskiyning so'zlariga ko'ra, 2022-yil fevralda Ukrainaga bostirib kirish boshlangandan beri rus guruhining soni 5 barobar ko'paygan va shu yilning aprel oyi boshida 620 mingdan ortiq kishini tashkil qilgan. Kundalik brifingda Rossiya Mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Guyevo qishlog'ini nazorat ostiga olgani va Ukraina nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi. Seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni Kurskdagi havo hujumlarida 100 ta dron, Rossiya ombori, bir qancha harbiy obyektlar va jihozlar yo'q qilingani, 30 dan ortiq rossiyalik harbiy halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina janubi sharqidagi Dneprga uyushtirgan hujum natijasida yong'in chiqdi. Uylar va avtomobillar zarar ko'rdi. 15 kishi jabrlandi deb xabar berdi Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Sergey Lysak chorshanba 9-aprel kuni o'z Telegram kanalida. Jabrlanganlarning yarmi kasalxonada, bir ayolning ahvoli og'ir. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya tomonidan bir kechada uchirilgan 55 ta drondan 32 tasini urib tushirgani, yana 8 tasi esa katta ehtimol bilan elektron qarshi kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilganini ma'lum qildi. 8-aprel seshanba kuni Rossiyaning 20 dan ortiq droni Ukrainaning Xarkov shahriga hujum qildi dedi shahar meri Igor Terexov. Terexovning xabar berishicha, so'nggi haftada shahar deyarli har oqshom dron hujumlariga uchramoqda. Rossiya tarafi ham Ukrainani energetika va tinch aholi turar joylariga dron hujumlarini davom ettirayotganlikda ayblab kelmoqda. Rostov-Don shahrining Oqsoy mavzesida kiyim-kechak quritadigan arqonda uchoq tipidagi jangovar dron ilinib qolgani bois turar joy binosi aholisi to'liq evakuatsiya qilindi, deb xabar berdi Rostov viloyati gubernatori Yuriy Slyusar. Telegram kanallarida dron suratlari ham paydo bo'ldi. Ukraina hujumchi dronlari Rossiyaning boshqa qator viloyatlari uzra urib tushirilgani xabar berildi. Vladikavkaz va Grozny aeroportlari vaqtincha yopildi. AQSh va Rossiya hukumat delegatsiyalari 10-aprel payshanba kuni Istanbulda 2-marta uchrashadi, dedi Davlat departamenti seshanba 8-aprel kuni. Matbuot kotibi Timmi Bryusning aytishicha, muzokaralarda Ukrainadagi urush va tinchlik masalasi emas, AQSh elchixonasi faoliyati muhokama qilinadi. On April 10th, US and Russian delegations will meet. Men kelganimda bu yerda oddiy qo'l siqishlar bo'lmasligini bilardim. Fransiya tashqi ishlar vaziri ham shunday fikrda edi va u ham qo'l uzatmadi. Eng muhimi, biz ikkalamiz ham ayollar huquqlari masalasi nafaqat ayollarga tegishli masala, balki jamiyat erkin ko'rsatuvchi barometr hamdir. Which can only happen, as we've noted, once there is peace between Russia and Ukraine. Prezident Vladimir Zelenskiy 8-aprel seshanba kuni Ukraina kuchlari Ukraina sharqida Rossiya tomonidan jang qilayotgan 2 xitoylik fuqaro qo'lga olinganini ma'lum qildi va bu yana bir mamlakatning Rossiya tarafida urushga tortilishi anglatishi mumkinligini aytdi. Мы взяли в полон китайских войсковых на территории Украины. Biz Ukraina hududida xitoylik askarlarni asir oldik. Ukrainaliklar Donetsk viloyati, Tarasovka va Belogorovkada 6 nafar Xitoy askari bilan jangga kirishdi. 2tasi asirga olindi. Shunga ko'ra hujjatlar bor, ularning pasportlari bor. Hatto
kredit kartalari ham bor. Bular Xitoy fuqarolari. Menimcha, bu juda muhim narsa. Amerika Qo'shma Shtatlari bugungi kunda sodir bo'layotgan voqealarga ko'proq e'tibor qaratishi kerak va bundan keyin bu Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini, harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgan yana bir davlat bo'lishini anglatishi mumkin. Rossiya tomonida esa bu Eron va Shimoliy Koreya askarlaridan keyin yana bitta davlat askarlari. Iraну и військових Північної Кореї. X veb-saytidagi maqolada qo'lga olinganlardan birining videosini joylashtirgan Zelenskiy Kiyevda bosqinchilar bo'linmalarida yana ko'p Xitoy fuqarolari borligi ko'rsatadigan ma'lumotlar borligini va rasmiylarga Pekindan javob olishni buyurganini aytdi. Asirga olinganlar oddiy askarlar ekanligiga aniqlik kiritilmagan. Pekin Moskvaning yaqin ittifoqchisi, ammo Ukrainaga keng ko'lamli bosqinda Kremlga bevosita yordam bergani jamoatchilikka hozircha ma'lum emas. Bu ayblovlarga javoban Xitoy har doim o'z fuqarolarini qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etishdan uzoq bo'lishga chaqiradi, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Lin Jian brifingda jurnalistning Ukraina armiyasi tomonidan asirga olingan xitoylik askarlar haqidagi savoliga javoban. Xitoylik askarlarning Rossiya tarafida urushayotgani borasida videolar oldin ham tarmoqlarda paydo bo'lgan edi. Kiyevda Zelenskiy bilan uchrashgan Belgiya bosh vaziri Bart de Wever uning hukumati Ukrainaga 2025-yilda 1 milliard yevro miqdoridagi yangi ikki tomonlama yordam paketini taqdim etishga qaror qilganini aytdi va urushdan vayron bo'lgan mamlakatga vakolati davomida har yili kamida bir xil miqdorda yordam ko'rsatish niyati borligini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Belgiya bosh vaziri Bart de Wever seshanba kuni Kiyevda Ukrainada ishlab chiqarilgan dronlarni ko'zdan kechirdi. Ikki davlat rahbarlari Belgiyaning 10 ta mudofaa kompaniyasi vakillari bilan ham uchrashdi. De Wever shuningdek Belgiya Ukrainaga barcha qiruvchi uchoqlarni yetkazib berish haqidagi va'dasini bajarishini bildirdi. Belgiya bosh vaziri rus qo'shinlari ommaviy qirg'in uyushtirgan Bucha shaharchasiga ham tashrif buyurdi. Bart de Wever ruslar tomonidan shaharni bosib olish paytida sodir etilgan vahshiyliklarni aks ettiruvchi fotosuratlarni ko'rib, ko'z yoshlarini tiya olmadi. Bojlar urushi esa avj olib bormoqda. Xitoy Trampning 104% bojlarni takabburlik va masxara deb qoraladi va qattiq choralar bilan javob berishga va'da berdi. Matbuot anjumanida jurnalistlar bilan suhbatda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili Lin Jian AQSh Xitoyga nisbatan orqa oldiga qaramasdan bojlarni joriy etishda davom etayotganini bildirdi. AQSh Xitoyga bojlarni orqa oldiga qaramasdan joriy qilish orqali kuchli bosim o'tkazishda davom etmoqda. Xitoy bunday takabburlik va masxaraomuz xatti-harakatlarga qat'iy qarshilik qiladi va uni hech qachon qabul qilmaydi. Agar Qo'shma Shtatlar haqiqatan ham muammoni muloqot va muzokaralar yo'li bilan hal qilmoqchi bo'lsa, tenglik, hurmat va o'zaro munosabat pozitsiyasini namoyish qilish kerak. Agar Qo'shma Shtatlar xalqaro hamjamiyat va xalqaro hamjamiyat manfaatlariga e'tibor bermasdan boj hamda savdo urushini davom ettiraversa, Xitoy albatta javob qaytaradi. AQSh prezidenti Donald Trampning o'nlab mamlakatlarga javob bojlari chorshanba kuni kuchga kirdi. Jumladan Xitoy tovarlariga 104% katta boj uning global savdo urushini kuchaytirdi va moliyaviy bozorlarda kengroq sotuvga turtki bo'ldi. Trampning qattiq tariflari 10 yilliklar davomida mavjud bo'lgan global savdo tartibini silkitdi. Retsessiya qo'rquvini oshirdi va yirik kompaniyalarning bozor qiymatidan trillionlab dollarlarni yo'q qildi. Yetib kelgan so'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoy Amerika tovarlariga bojlarni 84% ga oshirdi. Ushbu chora 10-apreldan kuchga kiradi va Donald Trump tomonidan Xitoydan olib kelinayotgan tovarlarga joriy etilgan 104% bojlarga javob bo'ladi deb yozadi Reuters. Kanada erkin savdo kelishuviga rioya qilmaydigan barcha AQSh avtomobillariga 25% bojlar joriy qildi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Mark Carney Twitterda yozdi. Avtomobillarga qo'shimcha ravishda 25% tariflar susma kelishuvi talablariga javob beradigan Kanadada ishlab chiqarilmagan avtomobil qismlariga ham tegishli dedi u. Bu majburiyatlar Meksikaga taalluqli emas. Yangi tariflar 9-aprel kuni kuchga kirdi. AQSh prezidenti Donald Trump tariflarni joriy etish qarorini Amerika avtomobil sanoatini himoya qilish zarurati bilan izohlagan. Uning fikricha, bu milliy xavfsizlik uchun hayotiy ahamiyatga ega
va haddan tashqari import tufayli zarar ko'rgan. Ayni damda AQSh prezidenti bojlar urushi masalasida boshqacha fikrda ekanini aytmoqda. 8-aprel kuni Respublikachilar Milliy qo'mitasi uchun mablag' yig'ish marosimida AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh bojlar joriy qilgan davlatlar kelishuviga erishish uchun Vashingtonga muzokarachilarni yuborayotganini aytdi. Bu davlatlar hozir bizga qo'ng'iroq qilishyapti. Ular mening orqamni o'pishmoqda. Ular bitim tuzishga o'lay deb turibdi. Iltimos janob, kelishuv tuzing. Biz hamma narsaga tayyormiz janob deyishyapti. AQSh prezidenti o'z qarorlariga ishonchi komil ekanligini ochiq aytdi. Men nima qilayotganimni bilaman, jin ursin, dedi u respublikachilar oldida qilgan chiqishida. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt 8-aprel kuni AQSh bilan kelishuvga erishmoqchi bo'lganlardan tushayotgan qo'ng'iroqlar telefonlarni yorvoryapti dedi. Chorshanba 9-aprel kuni Yevropa aksiyalari arzonlashdi. Chunki AQShning yuqori javob bojlari joriy etilishi savdo urushi natijasida yetkazilgan iqtisodiy zarar haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Obligatsiyalar bozoriga sarosima keltirdi. Umum Yevropaning Stoxx 600 indeksi 2,4% ga tushdi. Germaniyaning savdoga sezgir bo'lgan asosiy indeksi 1,7% ga pastladi. Deutsche Zentralbank tahlilchisi Sonia Martin savdo urushining yakuni shundaki hamma yutqazadi deya xulosa qildi. Basic bottom line with the trade war, everyone loses. I mean, that's a fact. And I think while the EU and many other countries realize this, Donald Trump clearly hasn't got that message. So everyone loses, and what it basically means is less growth. There is then eventually certainly a risk that we are going to have supply chain disruptions. AQSh prezidenti Donald Trampning javob tariflari jumladan Yevropa ittifoqining ba'zi tovarlariga 20% yig'im joriy etib, chorshanba kuni kuchga kirdi. Yevropaning 27 davlati esa kunning oxirida dastlabki javob choralarini ovozga qo'yishi kutilmoqda. Qozog'iston Rossiya chegarasidagi Jaysan Sagarchin chegara punktida 500 dan ortiq Tojikiston fuqarolari bir haftadan beri Rossiyaga kirishni kutmoqda. Ularning bir qismi Tojikistondan Rossiyaga shaxsiy avtomobillarda borgan. Yana bir qismi Rossiyada qonuniy qolish muddatini uzaytirish uchun bir necha kunga Rossiyadan Qozog'istonga kirdi chiqdi qilgan. Biroq qaytishda Rossiya chegarachilari tomonidan mamlakatga kiritilmagan. Ayrim tojikistonliklar Ozodlik radiosining tojik xizmati tahririyatiga chegaradan video jo'natishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, chegara punkti yaqinida 200 ga yaqin avtomobil to'planib qolgan. Tojikistonliklarning aytishicha, Rossiya chegarachilari tojik fuqarolarini tanlab kirishga ruxsat bermayapti va nima sababdan ularga kiritilmaganini tushuntirish bermayapti. Tojik muhojirlari guvohligicha, ushbu nazorat punktida O'zbekiston vatandoshlari ham ushlangan, biroq tekshiruvdan keyin Rossiya ichkarisiga qo'yib yuborilgan. Ozod News dasturida bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.